Mana shunday spesialni paddonda kelgan, katta paddonda har bittasi mana yerlar katta teshiklariga nima o'tkaziladi, klubnika ekiladi, bularga shlenkalar suqib chiqiladi. Har bitta teshigiga mana shunday shlenkachalari ulanib teshikchalariga suqib chiqiladi har bittasiga. Bitta paket 1 metr, qalinligi 2 santimetrlik preslangan tuprog'i bor. Ishimiz uncha og'ir emas hozircha. Bo'ladi yaxshi. Har bittasining kilosi 2 kilodan chiqadi примерно. 2 kilo 3 kilo. O'g'iti hamma narsasi shu tuprog'ning o'zida birga ekan. Yana kerakli ximik moddalari, minerallari suv bilan birga keladi deydi. Shu hozircha ishimiz mana shunday bo'lyapti. Tuproqlarni joylashtirib chiqqanimizdan keyin mana bu qora shlenkachalari suqib chiqiladi ekan. Undan keyin suv keladi. Videolarni kuzatib boring, like bosing. Yana ishimiz jarayonlarini qo'yib yoritib boraman. Vaqtga qarab iloji boricha. Hozircha bizada break bo'lyapti. Har 2 soatda 15 minutdan dam beriladi ekan. O'sha dam vaqtidamiz. Buni hozir qo'yamiz. Qanday bunaqa meshonchilarda qoplangan klubnikani tuprog'ini tashib chiqyapmiz. Paddonlarga solib qo'yibdi. Katta. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Mana bugun ikkinchi ish kunimizni boshlab oldik. Nasib bo'lsa, ob-havamiz ochiq. Parnikka keldik. Hozir ertalab tushuntiradi nima ish qilishimizni. 15 dakika 8 da boshlayotganmiz ishni. Aylanasiga u tomonda ham parniklar.